Hurmatli obunachilar, smartfonlarimizni zakaz berasizlar. Qo'lingizga borgan zahoti ilk soniyadayoq bu smartfonlarimiz sizga manzur keladi inshaalloh. Chunki siz kelib smartfon tanlayotgan paytingizda siz hamma joyini tekshirishni bilmaysiz to'g'risi. Bizda esa 20 yillik mutaxassislar professional uslubda 50 dan ziyod uslubda tekshirib, ipidan ignasigacha muammosi bo'lmagan taqdirda sizga yuborishadi va dastavkamiz mutlaq bepul ko'rib olasiz. Yo'qsa inshaalloh to'lov qilib baraka topishingizni kafolatlab bera olamiz. Assalomu alaykum. Bugungi chegirmalar sizlar uchun. Aynan Honor X9D bu 8256lik. Honor X9D bu esa 12256lik. Full holatda yangida narxi 285 ga 309 dollarni tashkil etmoqda. Endi yangisi 420 dollar turadi 12256lik. Bizda ko'pchilik so'ragan Poco X6 Pro'ni titanium rangi o'ta ideal yangidasi kelib keldi. 210 dollarga tasavvur qilyapsizmi? 210 ga bunaqa smartfon olishning imkoni yo'q. Xiaomi 14 ni rusifikatsiyasi bor. Ixchamlikda tengsiz bo'lgan model. 370 qilib beraman. Ruska teksturni 400 dan qimmat sotganmiz. Chegirma narxda. Men sizga bu smartfonni berar ekanman. iPhone'chilar ham, Samsungchilar ham endi ortda qoladi. Haqiqiy kamera foni Huawei Puras Axon Pro modelimizni professional uslubni 690 dollarga juda ham arzon narxga taklif etmoqchiman. Redmi Note 10 85 dollarga perfekt o'qiydi. 12 dollarga yangi Note 13 ni eksklyuziv variant. Kecha S20 Ultra'ni 280 dan sotdim. Bugun esa 240 dollarga chegirma narxda Dubay regionalisini taklif etmoqchiman. A56 ni 256 8 operativga noyob variant 265 dollarga, eng kami 285 90 ga xaridori bor. Bizning maqsad sizdan foydalanishlik emas. Bizning maqsad sizga shunaqangi noyob mahsulotlarni Dubay regionida 625 dollarga 24 Ultra'ni taklif etaman. S15G afsonalar eskirmaydi. Ekranlari sinib ketsa ham ishlaveradi. Smartfonning eng ideal 175 dollarga. SE3 6485 165 dollarga. iPhone 13 aynan sizga 128.97% chegirma narxda 320 dollar evaziga taklif etamiz. Aynan sizga iPhone 15 Plus ni iPhone 4 Pro narxida 288% 565 dollar evaziga. iPhone 3 Pro Max'larda 500 dollardan qilib oldim. Yangida 91 O'zbekiston ishlamagan yesmayotgan varianti. Aynan sizga iPhone 3 Pro ham chegirmada 425 dollarga qilib berishga tayyorman. S25 Ultra'ni esa hurmatli obunachilar, hozir hamma joyda koreyskiy 800 dan qimmat 799 dollarga Dubay regionida o'ta ideal. iPhone XR ni haqiqiy san'at asarini olib kelib qo'ydim. 64.97 yangida turibdi. Narx chegirmada inshaalloh 185 dollarga. iPhone 14 yoqimli uslubda, iPhone 13 yoqimli uslubda qora rangda 320 dollarga. 300 Xo'p, hurmatli obunachilar, iPhone 13 mini yana boshqa ranglari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. 320 dollarga. iPhone 5 ni 128.84% 499 dollarga. Aynan 15 Plus modelimiz ham bor. 256.88% 565 dollarga. 21 Ultra'ni chegirma narxda 285 dollarga qilib berishga tayyorman. Galaxy S20 Plus esa 220 dollarga qilib berishga tayyorman. Aynan iPhone 13 mini ni 128.97% yesmay o'tgan variantda taklif etaman. Aynan Vivo V60 ni sizga chegirma narxda taklif etaman. Telegram kanaliga o'tsangiz ko'rishingiz mumkin. Va men sizga S23 Plus ni chegirma ideal variantini eng noyob narxda atiga 320 dollarga taklif etmoqchiman. Koreyskiy ham bunaqa narxdan qimmat bo'lib ketgan. S15 DMGlar ofitsialni o'tgan 185 dollardan. A17 155 dollarga. Kuni kecha o'zimga zarar bo'lgan paytda 180 ga olib sotdim. Aynan sizga chegirma narxda ideal 13 minida 287 dollarga berishga tayyormiz. Honor X6C yangisi 190 dollar bo'lyapti. 119 dollarga, xuddi yangidek holatda. iPhone 6 Pro 128.90% chegirma narxda inshaalloh eng ideal varianti 725 dollarga. Aynan sizga iPhone 6 ni 128.100 ideal varianti bitta ko'rib ko'zingiz quvonadi. Aynan bu modelimizni sizga chegirma narxda hurmatli obunachilar bor yo'g'i 605 dollar qilib berishga tayyormiz. 23 Ultra'ni Dubay regioni esa 485 dollarga, koreyskiy 500 dan qimmat bo'layotganini ta'kidlab o'tishim joiz. S20 Plus 220 dollar evaziga o'ta ideal holatda. 15 Pro ni region ikkita sim kartali 128.81% 529 dollarga. iPhone
13 Pro'ni ideal variantda holatlari zo'r bo'lgan sifati a'lo, narxi esa $410 ga. iPhone 12 Pro'ni esa 128 GB yangidek holatda, inshaalloh o'ta noyob variantda aynan $285 ga 256 ta taklif etaman. iPhone 11 Pro'ni 64 100% $240 ga xuddi yangidek sostanada. iPhone 12 ni sizga 256 100 batareykali chegirma narxda $255 evaziga. iPhone 14 Pro Max ni yangidek holatda purple rangi. Xiaomi 13 Lite modellar ichidagi sinchkovlik bilan tanlangan $165 ga. 14 Pro ni 256 91% $525 ga. iPhone 14 Pro Max ni xuddi yangidek, inshaalloh 256 98% batareya bilan $499 ga bo'ladi. iPhone 13 Pro Max'larni $500 dan qilib qo'ydim. Ofitsial o'tgan ro'yxatni va rastamoshga bo'lgan ikkita sim kartali eng katta kafolat. Shunaqangi noyob modellar har kuni 100 taga yaqin ko'rsatilyaptimi? Ikkinchi filialda ham xuddi shunaqa, birinchi filialda ham xuddi shunaqa noyob chegirmalar bo'ladi. Ularni esa Telegram kanal orqali ko'ringlar. Bizga obuna bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar, hurmatli obunachilar. Biz har doim sizning xizmatingizni qilganimizdan mamnunmiz inshaalloh.